1,5 sotixli огородchaning chiroyli ko'rinishiga sabab bo'ladigan o'simliklar qisqacha video obzor qilsam ham insonning kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydigan o'simlik desa ham bo'ladi. Mana bu yoqda yerimizning umumiy ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yering eng chiroyli ko'rsatadigan nuqtasi bir qator bo'lib chiroyli, mana bir-biridan chiroyli har xil rangda gullar ochiladi. Mana bu yerda yana eng qiziq joyi bitta tana, mana shu bitta tanada mana har xil rangda sariq, qizil bo'lib, pushti rang bo'lib har xil rangda chiroyli bir-biridan gullar ochilgan. Bu tomon ham uzun bir qatori gul ekilan, bir-biridan chiroyli, yeri chiroyli ko'rinishga keltiradigan, ko'rsatadigan. 1,5 sotixli огородchaning chiroyli ko'rinishiga sabab bo'ladigan o'simliklar qisqacha video obzor qilsam ham insonning kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydigan o'simlik desa ham bo'ladi. Mana bu yoqda yerimizning umumiy ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yering eng chiroyli ko'rsatadigan nuqtasi bir qator bo'lib chiroyli, mana bir-biridan chiroyli har xil rangda gullar ochiladi. Mana bu yerda yana eng qiziq joyi bitta tana, mana shu bitta tanada mana har xil rangda sariq, qizil bo'lib, pushti rang bo'lib har xil rangda chiroyli bir-biridan gullar ochilgan. Bu tomon ham uzun bir qatori gul ekilan, bir-biridan chiroyli, yeri chiroyli ko'rinishga keltiradigan, ko'rsatadigan.